Hisob raqam ochishda yuridik mijozlarda birinchi o'rinda guvohnomasini, pasportlarini olib keladi. Shu asosida hisob raqam ochiladi. Yattilarda esa pasport va guvohnomasini olib keladi yurtlar. Shu orqali ochilib, shartnomalari orqali rasmiylashtirilib, imzolanmalarga imzo qo'ydiriladi, shartnomalarga imzo qo'ydirib, pechat bostirilib, oxirida barcha produktlar haqida tushuncha beriladi, yana yangi kelgan mijozlarga, masalan, yangi yattita ikkinchi yil ochib kelsa, korporativ kartani ochib beriladi. Shu orqali qulaylantirib, hisob-raqamni rivojlantiradi. Bironta savol bo'lsa beringlar, turib bironta kredit so'rasangizlar. Xo'p, 300 kreditni olish uchun birinchi o'rinda hisob raqami promoda bo'lishi kerak. O'sha bizning bankda ochilgan bo'lishi kerak. Kamida 6 oy